Prezidentimiz tomonidan 2025-yilning atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishi ekologik muammolarga qaratilayotgan e'tiborning yorqin ifodasidir. Toza va ozoda vatanni barpo etish har birimizning burchimiz. Shu maqsadda Sirdaryo viloyati Toza hudud davlat korxonasiga 5 ta yangi chiqindilarni to'plash va olib ketishga mo'ljallangan maxsus texnika ajratildi. Bu texnikalar viloyat aholisining 79%ni, ya'ni qariyb 40 ming kishiga sifatli xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Bundan tashqari Guliston shaharda transport tizimini modernizatsiya qilish, shahar aholisiga yanada qulay va sifatli transport xizmatini ko'rsatish maqsadida 12 ta zamonaviy avtobuslar xarid qilindi. Guliston shahrida jami bo'lib 101 mingdan oshiq aholi bor. 60 mingdan ortiq aholi jamoat transportidan kunlik foydalanishadi. Yangi olib ketilgan avtobuslarimizda isitish, sovutish tizimlari bor. Oraliq bekatlarda tablolar bor, elektronlik va ona bola uchun ham yetarli sharoitlar bilan ta'minlangan. Bu avtobuslarimizda 27 ta o'rindiq sig'imi o'tirish mumkin. 35 tagacha odam tik turgan holda manzilga yetib olishi mumkin. Shu bilan birgalikda yana 8 ta yangi zamonaviy barcha qulayliklarga ega avtobuslarni xarid qilish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Kelgusida Guliston shaharida jami 65 ta yangi avtobuslar harakatlanishi rejalashtirilgan. Yangi keltirilgan jamoat transportlari Guliston shahri yo'nalishlarida faoliyat ko'rsatayotgan Isuzu rusumli avtobuslar o'rnini egallaydi. Qulaylik, afzallik taraflari juda ham ko'p ekan. Birinchidan haydovchilar uchun hamma shart-sharoitlar bor. Ikkinchidan xalqimiz, Gulistonimiz yo'lovchilari qiynalmasdan manzillariga yetib olishadi. Konditsionerlar mavjud, o'rindiqlar hammasi bir tekisda chiroyli. Oldingi avtobuslarimizda hassa tengan nogironlar chiqqan bo'lsa, hozirgi zamonaviy avtobusda aravachada ham chiqish qulayliklari mavjud. Oldin aravacha umuman avtobusga chiqmagan va chiqolmasdi ham. Sharoit bo'lmagan. Xarid qilingan yangi avtobuslarda elektron to'lov tizimi joriy qilingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan bu avtobuslar shahar bo'ylab qulay harakatlanish imkonini beradi. Transport sohasidagi ushbu yangilanishlar Guliston shahrining ekologik muhitini yaxshilaydi va aholi turmush darajasini oshiradi.